Assalomu alaykum. Bugun katakana alifbosining ma qatoridagi harflarni o'rganamiz. Magyo. Ma qatorida 5 ta harf bor. Qaysi harflar? Ma, mi, mu, me, mo harflari. Ma, mi, mu, me, mo. Bu harflar bilan alohida tanishib chiqamiz. Birinchi harf ma harfi. Ma harfi qanday yoziladi? Chapdan o'ngga olib kelib, bitta harakat bilan pastga tushirib yuboramiz. Keyin esa mana bu qismini tepadan pastga. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Ma harfi ikkita harakat bilan yoziladi. Keyingi harf mi harfi. Tepadan boshlab kelamiz. Chapdan o'ngga sal pastga qaratib. Keyin o'rta qismini yana xuddi shunday uzun bilan va oxiri eng past qismini. Eng past qismi sal uzunroq chizilayotganiga e'tibor bering. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Mi harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf mu harfi. Qanday yozamiz? Bitta harakat bilan tepadan olib kelib, chapdan o'ngga, keyin mana bu qismini tepadan pastga. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Mu harfi ikkita harakat bilan yoziladi. Keyingi harf me harfi. Qanday yozamiz? Birinchi mana bu qismini tepadan pastga, keyin esa mana bu qismini tepadan pastga. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Me harfi ham ikkita harakat bilan yoziladi. Oxirgi harf mo harfi. Qanday yozamiz? Tepadan boshlab kelamiz. Birinchi mana bu qismi chapdan o'ngga, keyin yana chapdan o'ngga. E'tibor bering, ikkinchi chiziq sal uzunroq chiziladi tepa chiziqqa nisbatan. Keyin esa to'g'ri olib kelib, o'ng tomonga qayirib yuboramiz. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Mo harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Ma qatoridagi harflar bilan tanishib chiqdik. Qaysi harflar? Ma, mi, mu, me, mo. Mashq qilamiz. Ma, mi, mu, me, mo. Ma, mi, mu, me, mo. Endi shu harflar ishtirok etgan so'zlar bilan mashq qilamiz. Bu so'z qanday o'qiladi? Memo. Memo. Eslatma. Mito. Mito. Go'sht. Sama. Sama. Yoz. Anime. 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 Cinema. Cinema. Kino.
Sumaho, sumaho, smartfon. Mishin, mishin, tikuv mashinasi. Masku, masku, maska. Adamı, adamı, odamato. Tema, tema, mavzu. Mayku, mayku, mikrofon. Tomato, tomato, pomidor. Mane, mane, pul. Mudo, mudo, kayfiyat. Mana, mana, odob-axloq. Home, home, platforma. Mouse, mouse, kompyuter sichqonchasi. Amazon, Amazon, Amazonka. Movie, movie, film. Samitto, samitto, summit. System, system, sistema. Maker, maker, ishlab chiqaruvchi. Magic, magic, focus. Mix, mix, aralashma. Image, image, tasavvur. Market, market, bozor. Message, message, xabar. Movimento, movimento, harakat, yo'nalish. Time machine, time machine, vaqt mashinasi. Nickname, nickname, laqab. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.